bittasi e'tiborsizmish. Shu ham ikkita bolani yetim qilishga sabab bo'ladimi? Shunaqa tarbiya berganmanmi senga, ha? Bolam deysanlar, ahmoqona gaplaring bilan bularning murg'ak qalbini zaharlaganingni bilasanlarmi? 10 yoshli bola 40 yoshli odamdek gapirib mulohaza qiladi. Har bitta gapingga maqol bilan, kesatu bilan javob beradi. Qani bularning bolaligi? Yo'q. Senlar yo'q qilgansanlar. Bularning bolaligini. Ana. Qara o'ynay yurishini. Qachon ko'rgansanlar bularni qumdoq o'ynab yurganini? Mana islomiy sonlar. Senlarga bola yo'q.